Daqov bilan hech qanday suylashuvlar bo'la elek. Naborot, bular bastırıp kelgan, keyin kelib o'tirib olgan, bular bardig'i jiragan, aqcha olgan degan do'matlar deyla qilib bu ishkerda niyati emneligini dag'i bilmay qolvatamiz. Emne uchun bunchalik bizga kirishib javishib oldi, dag'i belgisiz bo'layotat. 2-4 gektar men satib olganman. 2-4 gektarda biz dag'i o'sha Sovet mezgilidan boshlab maktablarda o'qiganmiz. 2-4da satib olgan emas bu. 65 sotikda satib olgan 234 to'xtam bo'yicha. Gosfond imуществоdan olgan. 2-4 gektarda hech qachon hech qanaqasiga satib olgan emas. Men buni har qanday yerda ayta olaman. Dokumentlar dag'i bor. Sosetlar bilan birgalikda mana shu 234 to'xtamni jo'qqa chiqarsa bo'lar ekan. Shahar deputatlar kengashi 234 to'xtam bo'yicha bizning yerlarda dag'i hammani o'z-o'ziga qaytarib bersa bo'lmoq ekan deb turib qayrildik. Bir-ikki jo'lig'ishdik. Anan ular bizga hozir ishingiz sotda qaralyotat ekan, sotlar chechib bersa biz shahar deputatlar kengashida protokol bilan buni tasdiqlab beramiz deb so'z berishdi. 234 to'xtam bo'yicha mana avgust 22-sida bo'ladi. O'shandan keyin anan bular tasdiqlab berar ekan.